It is good. Yes, good. Main problem here you have pain. Aleyküm. Ben Kurbanov Batır. Xorazm viloyati Ilgay shahridanman. Oyog'imga ukol urish natijasida bitta oyog'im o'sha yeringlab ketib, shishib ketib, keyin yura olmay qolganman 2 oy. Keyin shu operatsiya qildirdim. Hamda mana shu Illizor nimasi bilan Hind Pradopsing mana shu professor mana shu temirni qo'yib orasi tegib qolgandi. Tizza bir tomoni o'sha ochilib hozir endi yaxshi bo'lib qoldi. Endi bukilishlarimiz yaxshi bo'lishyapti. Endi xudo xolasa 100% bukilib ketadi degan umidimiz bor. Doktor shunday deyapti. Hozir olib tashlash nimasida turibmiz bugun. Temirni 2,5 oy mana temir turdi. Orasi ochildi. Alhamdulillah yurishimiz yaxshi. Og'riq bo'lar edi oldin. Hozir og'riq yo'q. İnşallah yaxshi bo'lib ketadi. Hammamiz umid Allohdan doktor qo'llari yengil ekan. Mana duo qilamiz. Hammamiz shu doktorning nimasiga ishonsak yaxshi bo'lib ketadi inshaalloh.